Salom hammaga. Bugun mashhur aktrisa Monika Belluchchini makiyajini takrorlaymiz. Tayyormisiz? Ketdik. Oldin yuzimizni yaxshilab tayyorlab olamiz va keyin tonalkani suramiz. To'q rangli tonalkam bo'lmaganligi uchun yuzim sal oqarib qoldi. Monikada esa bug'doy rangroq. Buni to'g'irlash uchun konsiler va bronzerlardan foydalanamiz. Bronzer yordamida yuzimizni skulalarini chizib olamiz va yuzimizga forma beradi. Monikani mana shu joyida chiroyli yanoqlari bor. O'shanga o'xshatib olamiz. Yanoqlarimizni esa ozgina qizartirish uchun rumyanadan foydalanamiz. Mana oppoq va tekis yuzga chiroyli formalar chizib oldik. Endi makiyajimizning eng asosiy qismi ko'z makiyajiga o'tamiz. Monika ko'z makiyajida to'q jigar rang matoviy tenlardan foydalanadi. Men ham suyuq tenlardan foydalandim. Avvalo qo'lga surib, kisichka yordamida o'zimizga surib olamiz. Qovoqlarimiz pastki qismiga jigarrang qalam bilan chizib chiqamiz va ustini ham quruq jigarrang tenlar bilan surib chiqamiz. Jigarrang qalam bilan ozgina strelka ham chizib olamiz. Keyin esa kipriklarimizni qayirib, tush surib olamiz. Ko'z makiyajimiz почти tayyor. Ikkinchi ko'zimizni ham xuddi shunaqa qilib bo'yab olamiz va solishtiramiz. Bu makiyajda eng asosiysi mana shu ko'z makiyaji. Shuni o'xshata olsangizgina o'xshashi mumkin. Qoshlarimizni ham unutmaymiz. Tabiiy qilib, chiroyli qilib bo'yab olamiz. Monika ko'proq nude ranglarni yaxshi ko'radi. Hozir men korичневый qalam va pomadadan foydalandim. Sochimizni to'g'irlab olib, endi solishtirib ko'ramiz. Menga juda ham yoqdi. Shunaqa nejniy tabiiy ranglar yoqadi ko'proq. Sizningcha makiyaj o'xshadimi?